100 yıllık marafon. Avtori Michael Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 11-bab. Urushqoq bag'liklari davlat sifatidagi Amerika. Danqanning ostidan o'tinni elib o'tish. 36 tadbirdan. 1 qism. Musobaqaning boshlanganligini sizdan boshqa hech kim bilmasa, sizning bu musobaqada utib chiqishingiz osonga to'xtaydi. Xitoy eng zo'r dunyoviy kuch sifatida Amerikaning o'rnini ilib, yangi dunyo barpo qilish uchun mushundoq qildi va bu xil urinishidan voz kechmadi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Amerika duch kelgan cho'ng strategik tahdid bo'lishi mumkin. Biroq birdan-bir tahdid emas. Yaqin o'tmishda Amerika boshqa bir dunyoviy kuchning dunyoviy hukmdor bo'lish tahdidini chekindirib, ikkili partiyaning qo'llashiga erishgan bir turkum programmalar va taktikalar natijasida so'g'uq urushda g'alaba qilgan. Әмділікті Америка Xitayning razil niyatini mag'lub qilish, eng kamida cheklash strategiyasini belgilashda Sovet ittifoqiga qarshi turganga o'xshash usulni qo'llanishi mumkin. Bundaq qilishdagi fikrlardan biri siyosat belgilguvchilarning Xitoyning aql parasitiga va o'zlari uchun yurgizgan strategiyasiga moslashish orqali Xitoyning muvaffaqiyatlarini to'nib yetish bo'lishi tabiiy. Albatta, garchi Xitoyning qadimgi zamondagi davlatni idora qilish hiyla-mikrlari ojiz hokimiyat tarafidan kuchli hokimiyatga qarshi yaxshi o'zlashtirilsa-mu, Xitoyning strategiya kulturining davlatlararo munosabatda texmo kengri qo'llanadiganligi to'g'risidagi ko'z qarashlarmi mavjud. Urush maydonida Clausewitzning 18 asrlardagi Germaniyalik general va urush nazariyachisi. Idisini ishqa silishingiz uchun German bo'lishingiz kerak emas. Shuningga o'xshash, Amerika Xitoyning go'shini Xitoyning yig'ida qo'rish uchun yig'iliq davriga oid ba'zi tushunchalarni o'zi uchun xizmat qildirsa bo'ladi. Birinchi qadam masalani tunish. Xitoy rahbarlari bizning ko'rishimizni xohlaydigan Xitoy haqiqiy Xitoy emas. Amerikaning siyosiy va ideologiya rahbarlari Xitoylar avatgan uchurlar bilan yoshurun reallikning orasini farqlantirib olishga ehtiyojliq. Sunzi va Kongzi sirtqi ko'rinish bilan reallikning orasini ayirishning zarurligi to'g'risida o'xshash fikrda bo'lgan. Gerçi Sunzi bu fikrning eng cho'ng tashabbuschisi bo'lsa-mu, biroq hiylagar dushman tarafidan oldinib ketmaslik kerakligini tashabbus qilgan. Kongzi shay'larni shu shay'larning to'g'ri ismi bilan atashning favqulodda muhimligini tashabbus qilgan bo'lib, u Jingming deb atagan uqum to'g'ri strategiyaning asosi hisoblandi. Attiy qilib aytganda, bu raqibingiz o'z xususiyati to'g'risida sizning o'zlari arzu qilgandek o'yda bo'lishingizga, tirmishayotganligingizni bilishingizni, sirtqi ko'rinishga aldanib qolmasligingizni ko'rsatadi. Xitoyning bosh ko'tarishidagi taqobil turg'isiz to'sqinliklar to'g'risida Xitoy iqtisodining 1997 yildan 2007 yil oralig'ida 3 hassa oshqanligi haqidagi so'z cho'chaklarni qabul qilish va ayni Beijingning erkin sodini qo'llaydiganligini, aqliy mulk o'g'irligiga qarshi turadiganligini va navbatdagi monopolchilik harakatlariga xotim beradiganligiga kapolatlik qiladiganligini qabul qilishga o'xshashlar ahmoqonlik bo'lib qoladi. Xitoy rahbarlarining Xitoyning Amerika bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini va Amerika hukumatining jazolariga e'tibor bermaydiganligini.
Şundaqla Amerikani sətki östüşkə rıqbət berdiğanlığını köpləb tilg'i elishi və ayni Xitayning Shimoliy Koreya və İranğa qarşı hərəkətlərə yordam berdiğanlığını va'da qilib, keyin ikkili mustabid hokimiyatning Beijingdan yordam elayotganligining oshkorlanishiga o'xshashla ahmoqanlikdir. Navada Amerika marafon musobaqasiga tushmoqchi bo'lsa, uning Xitoy to'g'risidagi tushunchaları tüp yıldızlardan o'zgarishi kerak. Bu Xitoyning paravanliq manbasi emas, raqobatchi ekanligini to'nib yetish kerakligidan derak berdi. Bu Xitoyning foydali vaziyat yaratish taktikasini, urushqoq bagliklar davrini va mavjud zo'migar kuchini mollaq atqizish strategiyasini tadqiq qilish orqali Xitoy rahbarlarining o'y-xiyolidan xabardor bo'lishdan derak berdi. Shundaqla Xitoyning o'z ideyalarini qanday shaklda harakatga aylantirishni to'nib yetishdanmi derak berdi. Ikkinchi qadam. So'g' salamlaringizning peyda bo'ling. Har yili baj orqali yig'ilgan baxtsiz dollarlarimiz Xitoyning bosh ko'tarishiga yordam berish uchun xajlanib kelmoqda. Bu xil yordamlar umuman tashviq qilinmay, media va avomning nazariga ilinmay keldi. Buningda qasddanlik mavjud. 2005-yili Amerika Davlat Majlisi tarafidan isbotlanishidan ilgari Davlat ishlar ishxonasining amaldorlaridan biri Amerikaning Xitoyga yordam berganligi to'g'risidagi bilinmagan ishlarni aniqladi. Uning aytishicha, Amerika Xitoyning ishlab chiqarish kuchini oshirish uchun Xitoyga ko'plagan ishlab chiqarish mutaxassislarini avatgan ekan. U Moliya ministrligi va pulni kontrol qilish organining Xitoyga bank tijoratini yaxshilash uchun yordam qilganligini tilga oldi. U federal aviatsiya idorasini Xitoy aeroplan ishlab chiqaruvchilariga qilgan yordamini bayon qildi. Shundaqla Amerika hukumatiga qarashliq boshqa organlarning Xitoydagi yuzlagan ilm-fan yordami programmalarining taraqqiyotiga qanday yordam berganligini dalillar orqali isbotladi. Isbot anglashdan keyin bu diplomat meni bir chetga tortdi. U mening Xitoy-Amerika munosabati jihatdagi orqa ko'rinishimni, shundaqla Amerika Davlat Majlisi xizmatchisi ekanligimni bilib, mendan "Siz bu yillik guvohlik talabini amaldan qoldirib yetalamsiz?" deb so'radi. Men uning kelgusidagi guvohlikdan nimishqa o'zini tortadiganligi to'g'risida o'ylandim. U yana mundaq dedi: "Erishilgan uchur qancha ko'p bo'lsa, kishilar uni shuncha bilib ketadi. Shundaqla Xitoydagi Davlat Majlisi tadqiqotlari bu haqdagi uchurlarni yo'q qilishga tirishadi. Bu xildagi qisqartish bizning Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni 30 yil keyniga chekindirib o'tadi." Amerika hukumatining Xitoyni mablag' bilan ta'minlash orqali qilgan yordamlar to'g'risida texicha hech qanday hisobot xotirasi yo'q. Amerika o'zining eng cho'ng raqibini mablag' bilan ta'minlab qolmay, hatto bu yordam uchun qanchalik mablag' ajratganligi to'g'riliq ma'lumotmi yo'q. Marafonda raqobatlashish uchun Davlat Majlisi barliq organlar va tarmoqlardan Xitoyga qilgan yordamlar to'g'riliq yillik doklad berishni talab qilish kerak. Navada bu xildagi programmalar aniqlanib, tashviq qilinsa, 3 xil foydali natija o'ttirg'i chiqadi. Birinchidan, Amerika Xitoy munosabatlariga gumon bilan qaraydigan va sagaklik bilan ish ko'rish tarafdori bo'lgan Amerikaliklar Beijingni texmi baq qo'llash kerak deb qaraydigan zo'r sondagi akademiklar, analizchilar va hukumat sarxillarga qarshi naq dalil isbotlarga erishadi. Ikkinchidan, Amerika Xitoyga yordam berayotgan cho'ng sohalarning aniqlanishi natijasida siyosat belgilgichilar Beijingning qilmishlariga qanday shaklda ta'sir ko'rsatishimiz to'g'riliq texmi yaxshi fikrga kela oladi. Uchinchidan, Amerikaliklar bu tizimlik orqali Xitoyning tarix darsliklarida yer olgan bu haqdagi mazmun 5-bobda so'zlangan.
Джон Тайлерның бүгінгече болған Америка президентлері Қытайны чекләш вә оныңғы зиянкәшлік қылышқа тырмашқан деген әйіпләшлерге тақабыл тұра алайды. Үшінші қадам. Рықабәт күчіні өлчәш, ұрышқақ бәгіліклер дәвірге айет нұрғын hikoyalar, стратегия бәлгіләштен авал, күш тәңпоңлықыны әстайдылық білән өлчәш характердікі мәзмұнланы өз ішік алыды. Сіз дәңсіген нәрсә тәрәққи қылыды. Принципі Американың классик соды принципі сапланыды. Бұл қармаққа атты, әмілиетті салмық иғыр bir sabah болып, siz немені тәрәққи қылдырышыңыз кереклігін білмегече, алғы ілгірлей алмайсыз. Арқыды қылыш сәбәбіңізні білмегече, мұсабықыда рәқибіңізні еңалмайсыз. Xitaylar hər yili özlərinin Amerikaga nisbətlәşdürgəndəki mas haldakı rəqabət gücünü analiz qilishidi. Amerika nemişqə bunun oxşashını qılmaydı? 1986 yıl құрылған Tapavatsiz organ rəqabətçilik kengişi Amerikanın yer şarıvi rəqabət gücünü küçəytishni məqsəd qılıdı. Kengeş icraiya əməldarlarını, universitet müdirlərini, dövlətlik əmgək organlarının başçılarını və dağlıq tədqiqat orunlarını bir yerге cəm qılğan. Bu kengeş nəşr qılğan materiallarda Beijing'nin yasımıçılıq və sanaatga g'oyat zo'r mablag' silish qatorliq omillar sababli Xitoyning birinchilikni saqlaydiganligi, Amerikaning bo'lsa kamida 2017 yilida basmachilik jihatda Xitoydan qanday keyin qoladiganligi bayon qilingan. Amerika hukumati Amerikaning raqobat kuchiga o'xshash, biroq texmi puxta tadbir qo'llanishi kerak. Aqsaray Davlat Majlisiga Amerikaning o'z raqiblarga nisbatan qandaq ilgirlaganligiga munosabatlik yuzlanishlarni va taxminlarni o'z ichiga olgan yillik doklad sunish kerak. Istixborot tarmoqlarini o'z ichiga olgan Amerika hukumatining ko'plagan tarmoqlari buningga qatnashishi kerak. Bu doklad butkul davlatlarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak emas. Faqatla Xitoydan boshlangan oldingi 10 cho'ng davlatni o'z ichiga olsa kifoya. 4-chi qadam. Raqobat strategiyasini taraqqiy qildirish. Urishqoq bagliklar strategiyasi har doim boshchilarning islohotlarni ishga selish orqali qanday qilib o'z kuchini o'zi raqobatchisidan tez suratda oshirganligi to'g'riliq to'xtaladi. Bu yerdagi muhim nuqta o'z strategiyasini o'zgartish kerak bo'lganligini to'nib yetishga va shu bo'yicha harakat qilishga dadillik bilan yuzlanish. Ondan o'zi ko'zlagan nishonga yetishda yangi taktikalarni qo'llanishdan iborat. Woodrow Wilson markazining Amerika va Yer shari iqtisodiy programmasining direktori, Raqobat kengashining sobiq raisi Kent Hagis, Xitoyning texnologiya taraqqiyot raqobatini Sovet ittifoqining 1957 yildagi Siyotning sun'iy hamroyini qo'yib berishi bilan selishtirma qilgan. Hagis shu qatimliq sun'iy hamroy qo'yib berishning ayni chog'da Amerikaning texnologiya va askariy jihatdagi hukmronlik o'rniga jang e'lon qilganlik deb qaralganligini. Shundaqla ashu sun'iy hamroy qo'yib berish vaqasining Amerikaning injenerlik, fan ma'rif va xususiy sohalarda yangilik yaratish qatorliqlarga mablag' selishini qo'zg'atganligini bayon qildi. Halbuki Xitoyning bosh ko'tarishiga nisbatan texicha yuqorqiga o'xshash kuchlik inkas qaytarilmadi. Hagis raqobat kuchini saqlab qolishga oid bir qator istiqbolliq siyosat takliflarini o'tirib qo'ygan bo'lib, bu takliflar raqobat kuchini oshirishda Amerikaning xususiy va ommaviy tarmoqlarining hamkorlikqa o'tish, moliya va pul islohoti, texnologiyada yangilik yaratish, umrlik o'rganish madaniyati barpo qilish, avam tadqiqoti va taraqqiyotini yuqori ko'tarish qatorliqlarni o'z ichiga olgan.
IBM şirketining sobiq muavin direktori, Nyu-York universitetidagi Ralph Gomroy Amerikadagi basmachilik sanoatining haqiqiy ravishdagi gullanishini ilgari surish orqali Xitoy hukumatining teriqchilik, energiya va texnologiya qatorliq sohalarga to'van o'simlik yoki o'simsiz qarz berishdan sirt, bu sohalarga yordam puli berish qilmishiga qarshi turishni tashabbus qilgan. Xitoy komitetidagi Patrick Mulraymo o'xshashla navbatdagi vaziyatning Amerikaning iqtisodiy afzalligiga, hatto davlat bexatarligiga uzun muddatlik tahdid elib keladiganligi uchun davlatlik yangi raqobat strategiyasining zarurligini tafsiliy bayon qilgan. Ommaviy siyosat analizchilaridan Robert Atkinson va Stephen Ezel Amerikaning raqobat kuchini oshirish uchun ko'p xil organlardan tashkil topgan plan o'ttirg'i qo'ydi. Biroq ular bu planning kuchlik qo'llashga erishgan siyosiy ko'zqarashlar sababli to'salg'iga uchrashidan yoki yo'q qilib etilishidan ansiraydi. Ular konservativlarni ogohlantirib mundaq degan: o'ngchilar Amerikaning yer sharivi harbiy kuch jihatdagi yetakchilik o'rnining nisbiy holda tuvallab ketishiga to'limi sezgirlik bilan muomala qiladi. G'alati yeri shuki, Amerikaning iqtisodiy o'rnining tuvallishi uning umumiy bexatarligiga, bo'libmi davlat mudofaasi iqtidoriga ziyonliq ta'sir ko'rsatadi. Solchilarga kelsak, Atkinson va Ezel ularni ogohlantirib, agar Amerika yer sharidagi yangilik yaratish afzalligi raqobatida uttirib qo'ysa, solchilar o'zlarining ijtimoiy adolatni ilgari surish vazifasini unumli ravishda o'rinday olmaganligini e'tirof qilish kerak. 5-qadam. Davlat ichida o'rtaq nuqtada birlik hosil qilish. Urushqoq bagliklar liderlari ittifoqdoshlari bilan yaqin ittifoqdoshlik munosabatini saqlashga tirishib, o'rtaq maqsad uchun birlashgan. To'xtovsiz o'zgarib turadigan ittifoq qurib chiqqan. Ittifoqsizlik xatarlikdir. Amerika hukumatining ichi va sirtida Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatini isloh qilishni tashabbus qiladiganlar nihoyat ko'p. Ammo ular doimla bir-birini ittifoqdosh deb qaramaydigan guruhlarga bo'linib ketishgan. Eng bo'lmagandimi 1995-yildan beri Beijingdagi Xitoy olimlari manga Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatini tanqidlaydigan kishilarning siyosiy ixtiloflar sababli hech qachon hamkorlasha olmaydigan darajada bo'linib ketganligini xushallik bilan aytib bergan edi. Aramizdagi Xitoyni o'zgartirishni ko'zlaydigan kishilarning orasida hamkorlik shakllantirishning vaqti bakli o'tib ketdi. Vazifasi Xitoyga o'zgarish elib kelish bo'lgan kuchlik ittifoqdan biri Amerikada qurilishi. Bu orqali Amerikaga ziyonliq va vaqti o'tgan usullarni o'zgartib, Beijingning islohotini tezlatish kerak. Bu Dalay Lamani qo'llaydigan Amerikaliklar 5 burjaklik binoning havo va dengiz urushi chiqimini o'stirishni tashabbus qiladigan Amerika mudofaa mutaxassislari bilan birlashishi kerakligidan derak berdi. Bu kishilik huquq tashabbuschilarining Amerika korxonalari bilan bir safda xizmat qilib, bilim, mulk huquqini qo'g'dashni talab qilish kerakligidan derak berdi. Shundaqla bu bir balaliq bo'lish siyosatini o'zgartirishni ko'zlaydigan, bola tushirib etishga qarshi turg'uchi guruhlarning davlat majlisi tarafidan ta'sis qilingan demokratiyani ilgari surish tashkilotlari bilan birlikda ish qilish kerakligidan derak berdi. 6-qadam. Davlatlar bilan vertikal ittifoq hosil qilish. Xitoyning Janubiy dengizga kengayishi, Filippin baliqchilik kemalarini bo'zaq qilishi,
Vyetnam yer təvrəşini təkşürüş gemillərinin kabelini kesib ötüşü və yaqında Cənubi dengizdə hava müdafiəsi fərqləndiriş rayını qurışı qatarlıqlar səbəbsiz emas. Xitay bu rayındakı mol təbii baylıqlarga erişishga kapolatlik qilishni, shundaqla Xitaydan bək qo'rqib ketgan qo'shnilarning Xitayga taqobil turish uchun birlashib olishiga qarshi qo'rqinch salolishini umid qiladi. Siz mayli qo'rshav shaxmat o'ynab baqqan yoki o'ynab baqmagan bo'ling. Bir to'p dushmaningiz tarafidan qo'rshavga elinishning xatarlik ekanligini bilmay qolmaysiz. Xitoyning tabiiy qo'rqinichi dal o'z qo'shnilarining mush xil shakldagi ittifoqdoshlik hosil qilib olishidir. Mana bu Amerikaning Mong'oliya, Koreya, Yaponiya, Filippin qatorliq davlatlarga mushu jihatdan ilhom berishi kerakligining sababidir. Hatto bu xil ittifoq sabablik o'ttirg'i chiqadigan va mushu nishon bo'yicha harakat qiladigan ittifoqdan keladigan tahdid Beijingni to'xtatishga va uning jangovarligini tuvallatishga yorishi mumkin. Xitoy, Amerika va uning ittifoqdoshlarining Sovet ittifoqini qanday cheklaganligini biladi. Amerikaning Xitoyning qo'shnilarga yordam berishni kuchaytirishi va ularning orasidagi hamkorlikni ilgari surishi natijasida Xitoy rayonda yetim qolganda Xitoy qattiq qo'llari tanqidga uchraydi. Davomi bor.